Surxondaryo viloyatidagi maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarni erta yoshdan kasb-hunarga qiziqtirish, mehnatsevarlik va ijodkorlik ruhida tarbiyalash yo'lida tizimli ishlar olib borilmoqda. Termiz shahridagi 30-sonli davlat maktabgacha ta'lim tashkilotida tashkil etilgan Kichik qo'llarda katta mahorat nomli to'garak buning yaqqol namunasi bo'ladi. Bolajonlar har birlari bu to'garakka mehr bilan qatnashadi, o'zlari yasagan har bir qo'l bilan yasaganlarini oila a'zolariga sovg'a sifatida olib borishadi. Bolajonlar bolalikdan bir hunarni egasi bo'lishsa, xalqimizga xizmat qiladigan farzand bo'lib yetishadi. Bu yerda bolalar kashta tikish, gilam to'qish, loydan buyum yasash, rasm chizish kabi mashg'ulotlarda faol ishtirok etishmoqda. Ularning har bir harakati, har bir mehnati orqali mehr, diqqat va ijodkorlik namoyon bo'ladi. Tashkillashtirilgan to'garaklarda loyda ishlash jarayonini hamda ularda charxda ishlash jarayonlarini ko'rsatib kelmoqdamiz. Bu piyolani tayyorlashimiz uchun bo'rog'i o'rtacha hisobda 3 minutdan 5 minutgacha vaqt ketdi. Menga yoqdi, qiziqarli ish ekan. Mashg'ulot jarayonida bolalarning yuzlaridagi tabassum va ularning samimiy so'zlari bu to'garaklarning chinakam ma'naviy samarasi deya olamiz. Mashg'ulotimizda loydan, plastillardan choynak, piyola yasaymiz. Hunar o'rgansak yaxshi, o'zimizga qo'limizdagi barmoqlarimizni rivojlantiradi. Biz kashtachilikda do'ppi tikyapmiz. Oyimga sovg'a tayyorlayapman. Menga hunarmandchilikda o'rganish yoqadi. Bunday faoliyatlar bolalarning nafaqat qo'l motorikasini, balki fikrlash, tasavvur va estetik didini ham rivojlantiradi. Ushbu to'garak faoliyatidan ota-onalar ham mamnun. Farzandim shu bog'chada tashkil etilgan hunarmandchilik to'garagiga qatnasha boshlagandan buyon fikrlashi, dunyoqarashi, asosiysi mehnatga layoqati juda ham oshdi. Bog'chadagi mashg'ulotlardan, to'garaklardan tashqari uyda farzandlarim bilan ham shug'ullanib turaman. Hammalarini yig'ib, shu plastilindan turli xil anjomlar, oshxona jihozlarini yasashni birgalikda mashq qilamiz. Hunar o'rganish bilan birgalikda maktabgacha ta'lim tashkilotidagi bolalarda kasbga oid ko'nikmalar ham shakllantirilmoqda. Asosiy maqsad bolalarni mehnatsevar, ijodkor va albatta milliy qadriyatlarga sadoqatli avlod sifatida tarbiyalashdir.